Nimaga dollar tushyapti-yu, ammo narxlar pasaymayapti? Haqiqiy savol-a? Hozir javobni eshitasiz. 2024-yil sentyabrdan beri dollar 2,1% ga pasaydi, ammo narxlar baribir 8,8% ga oshdi. Ko'pchilik hayron, axir dollar tushsa, narx ham tushishi kerak edi-ku degan savol bor. Lekin bozor bunaqangi oddiy emas do'stlar. Qaranglar do'stlar, elektr va gazni qimmatlashuvi xizmatlar narxini uzoq vaqt yuqorida ushlab turadi. Yil boshidan kreditlar 40% ga oshdi. Ipoteka 37% ga, qurilish materiallari esa 5% ga. Yomg'ir kamligi kartoshka hosilini kamaytirdi. Narx 32% ga ko'tarildi. Shunday bo'lsa-da, dollar pasayishi foyda berdi. Import inflyatsiyasi sekinlashdi. Texnika va kiyim-kechak o'sishi yiliga atiga 6,6% da to'xtadi. Narxlar pasayishi uchun haqiqiy raqobat, barqaror tarif prognozi, logistika va saqlash tizimiga sarmoya zarur. Eng asosiysi ishonch. Odamlar narx baribir oshadi degan kayfiyatdan chiqqandagina bozor ham xotirjam bo'la boshlaydi.